Assalomu alaykum. Yurtimiz va jahonda sodir bo'layotgan voqea va tafsilotlar bilan efirda Fresh News informatsion dasturi. Studiyada Hayotxon Sobirova. Bugun dasturimizda O'zbekistonda savdodan tez daromad va'da qilgan firibgarlar qo'lga olindi. Endilikda blogerlar ham soliq to'laydimi? Barselona asosiy transfer maqsadini belgilab oldi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Jizzax viloyatida bir necha fuqaro internet orqali moliyaviy firibgarlik qurboni bo'ldi. Huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan jabrlanuvchilarning aytishicha, ular Telegramdagi bir guruh tijoriy treyderlar sifatida tanilgan shaxslar tomonidan aldangan. Ma'lum qilinishicha, gumonlanuvchilar o'zlarini moliyaviy savdo, ya'ni trading bilan shug'ullanuvchi mutaxassis sifatida tanishtirib, foydalanuvchilarga qisqa vaqt ichida sarmoyani bir necha baravar ko'paytirishni va'da qilgan. Jabrlanuvchilar ushbu yolg'on va'dalarga ishonib, katta miqdordagi mablag'larni ularning hisobiga o'tkazgan. Huquq-tartibot organlari tergovga qadar tekshiruv olib borish davomida jami 9 nafar shaxsni firibgarlikda gumon qilib qo'lga oldi. Aniqlanishicha, birinchi jabrlanuvchidan 20,8 million so'm, ikkinchisidan 4,8 million so'm, uchinchisidan esa 3,8 million so'm miqdordagi mablag'lar firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirilgan. Rasmiylarga ko'ra, ushbu Telegram kanallarida minglab obunachilar bo'lib, ko'plab foydalanuvchilar ularga sarmoya kiritishni rejalashtirgan. Huquq-tartibot idoralari mazkur holat yuzasidan keng qamrovli surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda. Toshkent shahridagi piyodalar o'tish joylarini tartibga keltirish uchun 2 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratiladi. Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov joriy yilning 20-may kuni mablag' ajratish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Ushbu hujjatda qayd etilishicha, Toshkent shahar hokimligi huzuridagi Toshkent shahrini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash ishlari bilan bog'liq xarajatlarni amalga oshirish uchun tasdiqlangan manzilli ro'yxatga asosan tuman obodonlashtirish boshqarmalariga 2 milliard 44 million so'm mablag' ajratish belgilandi. Jumladan, yo'l transport hodisalarining oldini olish uchun ko'cha va yo'llar bo'ylab temir panjara o'rnatish uchun 1 milliard 456 million so'm ajratiladi. Jami 5600 metrlik panjaralar o'rnatiladi. Qolaversa, voyaga yetmaganlar o'rtasida yo'l transport hodisalarini kamaytirish uchun qavariq piyodalar o'tish joyi qurishga 588 million so'm ajratiladi. Blogerlar ham soliq to'laydimi? Endi O'zbekistonda ko'rsatilayotgan xizmatlar, jumladan reklama faoliyati orqali olinadigan daromadlar belgilangan tartibda soliqqa tortiladi. Fuqaro yuridik shaxsga yoki boshqa tashkilotga reklama xizmatini ko'rsatib, buning uchun pul oladigan bo'lsa, u olingan daromadni rasmiylashtirishi va mos ravishda soliq to'lashini ta'minlashi zarur. Qonunchilikka ko'ra, har qanday rasmiy soliq solinadigan daromad naqd yoki bank orqali bo'lishidan qat'iy nazar soliqqa tortiladi. Agar fuqaro o'zini band qilgan shaxs, yakka tartibda tadbirkor yoki yuridik shaxs tashkil etib ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, bunday faoliyat noqonuniy hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasida O'zbekiston va Germaniya qo'shma ta'lim dasturi hokimlikka tayyorlash maktabining bitiruv marosimida bitiruvchilarning 14 nafari davlat boshqaruvi sohasida yuqori lavozimlarga tayinlandi. Tadbir tafsilotlari bilan muxbirimiz lavhasida. O'zbekiston va Germaniya hamkorligida tashkil etilgan Hokimlikka tayyorlash maktabi dasturining ilk bitiruvchilari Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida tantanali ravishda sertifikatlar bilan taqdirlandi. Mazkur loyiha 2024-yil 16-sentyabr kuni sobiq Germaniya kansleri Olaf Scholzning O'zbekistonga tashrifi chog'ida boshlangan edi. Dastur akademiya, Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, Germaniyaning Hans Seidel jamg'armasi hamda Bavariya davlat boshqaruvi maktabi hamkorligida ishlab chiqilgan bo'lib, u tuman va shahar rahbarlari uchun kadrlar zaxirasini shakllantirishni maqsad qilgan. Dastur doirasida respublikaning barcha hududlaridan 49 nafar davlat xizmatchisi zamonaviy boshqaruv, barqaror rivojlanish, raqamli transformatsiya va jamoatchilik bilan muloqot bo'yicha bilim oldi. 20 nafar faol tinglovchi Bavariyada malaka oshirib, Germaniyaning davlat boshqaruv tajribasini amaliyotda o'rgandi. Sharhlovchi Chelson Islom Maxachev qo'rqoqlik qildi deb keskin tanqid qildi. Hozirgi lavhamiz shu haqida.
Tahlilchi va sharhlovchi Chael Sonnen UFC Pound for Pound uchun kurashadi. Barselona yozgi transferlar oynasi vaqtida asosiy e'tiborini Liverpool futbolchisi Luis Diasning transferiga qaratadi. Diario Sport ma'lumotiga ko'ra, 28 yoshli kolumbiyalik futbolchi Barça sport direktori Deconing orzusi bo'lib turibdi. Klub Gerard Martin va Eric Garcianing yaxshi rivoji sababli qanot himoyachisi sotib olish ishini to'xtatgan. Hozirgi paytda klub chap qanot Winger izlamoqda. Diasning transfer summasi 85 million yevroga baholanmoqda. Dias ushbu mavsumda APLning 35 o'yinida 13 ta gol va 5 ta assist qayd etdi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Oldinda ob-havo ma'lumotlari. Xayr, salomat bo'ling.